tovuqlarga maydalangan hashak-hushak bilan yuboradi. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Mana bu ko'rib turgan buqa va mana bu ko'rib turgan sigirlar sotilmaydi. Faqatgina bu sigirlarga, mana bu momiqqina, chiroyli, kelishgan zotli buzovchalarga drabilka, ya'ni tornado drabilkasidan yem chiqarish jarayonini uy sharoitida birga bir ko'rib chiqamiz. Videoga like va albatta kommentariyada o'zlaringni fikrlaringni qoldirib qo'yasizlar. Buqani chiroyliligini qarang. Ana. Yosh buqa ekan, bular endi sigir. Ranglariga 5 baho. Bular egizak ekan mana. Voy ajoyib mana. Oramizda chorvaga qiziqadigan, chorva biznes bilan shug'ullanadigan insonlar bo'lsa, kommentariyaga bitta olovchani tashlab ketasizlar. Agar ko'pchilik bo'lsak, hayvon boqadiganlar keyingi videolarimizda albatta mana shunaqa buqa boqish, oddiy uy sharoitida novvos boqish haqida videolarni ham ko'paytiramiz. Bu yerda bachki bor, pirs bor, makapoy ham bor va albatta tornado drabilkasi o'rnatdik. Xudo xolisa hozir eski surus qilinadigan zovurga chiqarib ko'ramiz. Mosladik joylarni ham o'zimizcha ixtiro qilib. Qimirlamaydi endi aka. Yondi bag'i. Qani, ulangan bo'lsa bismillahirrohmanirrohim. Mana. Ishga tushdi. Shu voqea ham zo'r edi-da bu, mayras. Mana. Bular bachkini ham yer ekan-a. Choynaga bu laqabi. Ajoyib, xo'rozni qarang, pahmoq qilar ekan. Bu mazaqi yer ekan. Hozir buni chiqarib beramiz, drabilkadan xudo xolasa. Poyasigacha yeysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Apparatimiz ishga tushdi. Pirsdan sonchaki pirsdan. Bitta like bosing. Makkani futasi bilan chiqarib ko'ryapti. Mana o'rtoqlar, jo'jalarga sotani bargi bilan chiqardi. Xudo xolasa maydalab o'tib buni bersangiz, shunaqa semiradi, oshchiq qo'shimcha narsani keragi yo'q. Yakala akamiz bo'lardi. Bu baqvat ekan-a unisi. Bular hali semiradi. Buni yaxshilab yedirish kerak edi. Bular jersi degan zotdanmi?
Katta bo'ladi-da ular. Ha, g'alati katta bo'ladi. Tuxumi ham katta bo'ladi. Bular cho'jak ekan, jicha ozg'in ekan. Bular o'ta ko'p yem yeyish kerak-da. Kamida 5 kilo xo'roz bo'ladi. Bunisi xo'roz, uni ham xo'roz. Bu hashaki tashib qolgan, bular originali. Bittasi ekan. Yem kam.